Hammaga assalomu alaykum. Hayit ayyomlar yana bir bor muborak bo'lsin. Bugun 29-may. Darslar qolib ketdi. Tekin darslar chiqarish to'xtab qoldi deb o'ylamanglar. Va'da qilganimdek har hafta darslik chiqadi. O'rtoq bilan chiqarib beryapman bundan keyin. Xo'p, bugun 29-may. Soatimiz ertalab 7:02 7:52 o'tisi plus 0 bo'yicha manzilimiz. Xo'p, keyin yengilliklar qo'shilgan. Mana bu platformamizga uni ham ko'rib olasiz o'zingiz bemalol. Bugun ham bir yangilik o'rgatay dedim sizlarga. Juda ko'pchilikdan taklif, iltimos kelibdi o'sha M5 masalasi bo'yicha. Hammanglar yaxshi ko'rasizlar M5 bo'yicha. M5 masalasi bo'yicha qiziq strategiyacha bor. Yana bir analiz turi bor. Harakat qilaman o'shani o'rgatishga. Bu bizga kerak bo'ladi. Bu Fix Trade platformasi, hisobimiz demo hisob. Faqat va faqat birinchi demoda test qilasizlar. Men nima o'rgatishimdan qat'iy nazar, hammasini qunt bilan o'rganib, ana undan keyingina o'zingizlarga moslashtirib, demoda rezultat bo'lgandan keyin realga minimal risk bilan o'zingizlarga moslashtirib ishlaysizlar. Tushuntirib oldim degan umiddaman hammanglarga. Xo'p, bizga kerak bo'ladi vertikal chiziq. Bugungi sanadan boshlayveramiz bo'lmasami? Oldin ketmasdan 29-may kirgani. 29-may. 29-may soat 12:00. Buni pikselini 3 qilamiz. Kun yopilishi 29-may kechqurun 23:55. Nega o'ylardim? 23:55. 12:00 qildim qisqasi. 30-mayga o'tar qildim. 24 soat bo'ladi. M5 da. Ya'ni oltin. Faqat hisob-kitob fundamental o'zingizlar qo'shasizlar. Qanday hisoblashni fundamental o'rgatganman misol uchun. Uni ham hali davomini ham chiqarib beraman, boshqa qilaman. Mana shu oraliq. Bu vertikal chiziq ikkita sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana shu sana oralig'i, ya'ni real vaqt bilan analiz qilamiz. Xo'p, real vaqt bilan biz nimani analiz qila olamiz? E'tibor qilinglar. Xo'p, bizga boshlanish narxi kerak. Kechqurun 12 da narx boshlangan, o'shani srednisini olamiz. Olganimizda mana 4494.19 chiqdi. Xo'p, endi buni oldik, buni o'chirib Xo'p, bizga endi kerak bo'ladi doimgidek, e'tibor qilinglar, doimgidek maksimal. Hozirgi endi real vaqt bilan maksimal bizda eng yuqori talab bizda bo'lyapti 4525.68. O'shamiz 4525.68. E'tibor qilinglar, boshlanish, ya'ni oldi hisobda boshlanish narxi bilan, vaqti bilan eng yuqori talabni qo'shdim. Ikkalasini qo'shdik. 9019.87 chiqdi. Xo'p, endi bizga biz buni nima qilamiz? Biz buni bo'lamiz 9019.87 ni biz bo'lamiz. E'tibor qilinglar, 4 ga 2254 chiqdi. 4 ga bo'lganimiz sababi 4 ta sessiyamiz bo'lgani uchun. 2254 chiqdi. Endi bu 2254 ni nima qilamiz biz? 2254.96 ni bundan ayiramiz. Real vaqtimizni, mana biz hozir real vaqt analizini 4520.18 4520.18 da ayiramiz. 2269.22 chiqdi. 2269.22 chiqdi. Endi buni nima qilamiz biz? E'tibor qilinglar. Endi bu joyini biz olamiz. Buni yoqtirsam bo'lsa kerak. Endi samimiy yuqori taklifni topamiz endi. Eng yuqori taklifimiz bizda bo'lyapti. Bozor ochilganidan keyin 4492.46. 4496.46. Bundan e'tibor qilinglar shu joyiga qo'shamiz 2269.22 ni. 6765.68 chiqyapti. Xo'p, 6765.68 chiqyapti. Endi buni biz bo'lamiz
6765 u 68 ni biz bo'lamiz endi 24 ga. 24 ga bo'lganimizda 281 u 281 900 chiqdi. 281 900 chiqdi. Xo'p, endi buni o'chiramiz. Bu turadi. 281 dollari 9 chiqdi. Ya'ni 281 degani misol uchun 4524 ga 281 4524 ga qo'shaman 281. Bu misol tariqasida sizlarga ko'rsatyapman, chalkashib qolmanglar. 4805 chiqyapti. 4805. 4805. Mana bu 4805. 4805 ga qo'yaylik. Orqasidagi sifra raznica bo'lishi mumkin ozgina, buni to'g'ri tushunasizlar jarayonida. Endi 4524 dan ayiraman 281 dan 4243 chiqdi. 4243. 243 imiz qani endi? 243. Bunga 4x qildik. Bunga 4x qildik. Hop. 4x qildik bunga. Sizlarga ko'rinarli bo'lsin deb. Xo'p, biz nimani topdik? Biz mana shu bugungi kundagi, mana shu bugun kun davomida bu jumada bugun shuni hisobini olinglar. Bugun juma bo'lgani uchun bozor bugun yopiladi. Bu xohlagan payt analiz qilib ko'rasizlar, dushanba, seshanba. Juma demayiznecha, просто bozor oxiri bo'lgani uchun. Bugun borish, bormaslik xavfi bor yoki yo'q? Oyda oxiri shu joylarni ham hisobga olinglar. Sezonistimiz bor, likvidatsiya orderlari bor, tak dalay. Xo'p, mana shu bugungi kun uchun sizlarga eng yuqori talabimiz 4806, eng yuqori taklifimiz 4243 bo'ldi. Xo'p, endi lekin narximiz 4525 da. Narximiz 4525 da. Endi hozir biz nima qilamiz? 4240 o'chirib qo'ying hozir. 4525 da. Endi 4806 ayiraman 4243. 563. 563 chiqdi. 563 ni bo'laman 48 ga. 11.72 chiqyapti. 11.72 chiqyapti. E'tibor qilinglar. Nima qilamiz endi biz? 4525 orqadagi virgul plus minus raznica bo'lishi mumkin, aytib qo'ydim sizlarga. Qo'shaman 11.72 ni. 4536 chiqdi qo'shganimda. 4536. Qani 36? 36 miz. 36. Endi xo'p 4525 dan 5000 ketdi-ku. 4525 dan ayiraman 11.72 ni. 4513 chiqyapti. 4513 28. 4513 o'zini qilib qo'ya qolaylik. Yashil. Xo'p, endi aniqlab oldik. E'tibor qilinglar. Real narx bilan bizga kerak son bo'ldi 11.72 sent. E'tibor qilinglar. Nima sababdan 48 ga bo'ldik desanglar, 5 daqiqani bundoq hisob ko'paytirib ko'ringlar, mana qaranglar. Shuni ham tushuntirib ketay, keyin bir dunyo savol kelmasdan 48 ni ko'paytiramiz 5 daqiqaga. 240 daqiqa. Endi 240 daqiqani 240 ana bo'lamiz 4 ga. Ko'rdinglarmi? 60 daqiqa chiqyapti, ya'ni 4 soatimiz bo'lib chiqyapti. Endi bu degani nima degani bu? Hozir mana soatimizni olaylik. Soatimiz 07:55 bo'lsa, biz 11:55 ga qo'yamiz bu yoqqa. 11:55. Mana shuni rangini sal boshqacharoq rang qilaylik. Qani bundoq qilib. X.
Xo'p, 11:55 gacha biz hisob-kitobimizda ishlatamiz, основной $11.72 ni. 11:55 gacha. Xo'p, bu nima degani? E'tibor qilinglar, bu nima degani? Hozir mana real vaqt bilan analiz qilyapmiz. 4536 4536 ga kelsa, siz selga ham signal qidirasiz, bayga ham signal qidirasiz. Buni harakat qiling, selga qarab ko'ring. 4513 ga kelsa ham, selga ham, bayga ham qarab ko'rasiz. Buni qanday biz точно aniqlaymiz deydigan bo'lsanglar, $2, $3 qonuni bor. Ya'ni bu qonun qanaqa deydigan bo'lsanglar, misol uchun 4536 mi, 4536 mi siz analiz qilyapsiz, mana hisob-kitob qildingiz. Selga kirmoqchisiz, ya'ni fundamental tasdiqingiz bor yoki hisob-kitobingiz bor, boshqa darsliklarimiz bor, hammasini ko'rdingiz yoki yana ko'paytiruv bo'luvimiz bor. 18 ga yoki 3 ga bo'lishimiz bor. O'shanga aniqlik qilmoqchisiz, ya'ni o'sha strategiya bo'yicha, hisob-kitobimiz bo'yicha selga kirmoqchimisiz? O'sha payt siz nima qilasiz? Selga kirish uchun 436 mi? $3 qoidasi qanaqa? +3 qilasiz, +$3 qilasiz. O'shanda siz 4539 oralig'ida kirasiz. 4539 gacha kutib turasiz. 4539 gacha kutib turasiz. Xo'p, endi bu selga $3. Selga $3. Endi baygacha deydigan bo'lsak, 4513 da ayirasiz 2 ni. Ya'ni $2 ayirasiz. 4511 chiqadi. 4511 chiqadi. 4511. Xo'p, bu nimani tasdiqlab beradi bizga desanglar, misol uchun sizlar ishlayapsizlar, analiz qilyapsizlar. Hisobladinglar, 3 ta yuqori talab yoki yuqori taklif va sel kirish uchun 3 ga bo'lganinglarda o'sha qiymati kelib chiqqan, qiymat soni yanada aniqlik bo'lishi uchun, mana shu narxdan kirish uchun sizga mana shu страховка vazifasini $3, $2 bajarib beradi. Mana shu analiz o'zingizga ko'chirib olinglar. Bu hamma chizma faqat sizlar uchun, sizlar tushunishinglar uchun, hammasi hisob-kitob. Mana buni surib boraverasizlar. Dalishi. Dars surib boraverasizlar. 4 soatga surib boraverasizlar, oxiri tugaydi. Buni qo'ymasak ham bo'ladi aslida o'zi. Real narximizga misol uchun 11.72 ni qo'shib ketsak ham bo'laveradi to'xtamasdan. Real narximizga. Просто real narx o'zgaradi-ku. O'shaning uchun shuni qo'yib qo'ydim men 4 soatlikni. Sizlar ham boshida o'rganib olishinglar uchun mana endi 11.55. Sizlar ham boshida o'rganib olishinglar uchun, misol uchun mana shu tursin faqat o'zinglar o'rganib hisob-kitob qilguncha. Bu yerga kelganidan keyin qiymat dalish real narx emas, 4 soatga surib boraverasizlar. Oxiri mana bunga keladi. Tushuntira oldimmi? Unaqa qiyin emas, unaqa bir murakkablashtirish kerak emas. Bundan tashqari endi eng bir interesli joyi bor, qaranglar. M5 da mayli. Men va'da qilganman. Nimani bilsam, vallohi hammasini mana Hayitulloh mumkin aytadi. Nimani bilsam, hech narsani bekitmay, sekin-sekin hammasini ochib boraman. Men sizlarni hozir hali birinchi etapda emaslar. Men sekin-sekin boshlang'ichini berib boryapman sizlarga. Hali murakkablashib boramiz boshlanishi. Esinglarda bo'lsa, mana bu bor edi bizda. Esda bor, kimda esda yo'q bilmayman-u. Esinglarda bo'lsa, e'tibor qilinglar, stakan senimiz bizda. Stakan sen bo'yicha ishlayotganda mana bu qiymatlarimiz bor, mana shu qiymatlarimiz 4520, 4518, 4519, 4521, lekin 25 hozir. Misol uchun 26 ni ko'rmayapmiz, boshqa qilmayapmiz. Mana shu qiymatdan ham foydalansanglar bo'ladi. Bu FX Trade'da sizlar mana bu $3 qonun qoidasi bo'yicha hisob-kitob ishlayotganda, plus sizlarda hozir shunaqa yig'ma qilib beryapmanki, ya'ni mana shu videolarni ko'rib olib ham xohlagan odam, misol uchun faqat va faqat birinchi o'rin demoda test qiladi. Undan keyin qo'rqmasdan oyiga demoda birinchi bir 6-5 oy test qilsin. Oyiga 30, 40, 50 ishlasa bo'ladi, xotirjam hisob-kitob bilan. Chunki bu yerda hech qanaqa bir havodan olingan, vozdухdan olingan narsa yo'q. Hammasi asos bilan, faktlar bilan hisob-kitoblarimiz. Yangilikka keladigan bo'lsak, yangilikni o'qib olasizlar mana bu yerdan. Bo'layotgan voqealarni ham o'qib olasizlar. Xo'p, keyin mana copy tradingga men har 2-3 kunda bir обновление bo'ladi. Kechaga 41.83. Ida kimni ko'rgisi kelsa, mabodo mana copy trading rekord emas, rekord bunaqa ko'rsatilmaydi. Rekord statement chiqariladi, ichilgan pul, tashlangan pul tagidagi. Mana bu yerda yopilgan pozitsiyalar degan joyi bor. Mana kirsa hamma сделкani turibdi, ochib yopgan сделкalarimni hisoblab olsa ham bo'ladi. Nechta foyda qilganman, nechta zarar qilganman, nima bo'lgan, qanaqa bo'lganman, doходность necha protsent, 2 kundan keyin adashmasam, hozir 50 dan oshgan adashmasam, men точно bilmayman. Shunaqa tushundinglar degan umiddaman.
Stakan Send ishlatishda nima qilasizlar? Yana bir marta eslatib yuboryapman shu joyiga. M5 da bu faqat va faqat M5 da ishlatiladi. H1, M15, M30 bir nimaga aralashtirmanglar. Stakan Send sizlarga aslida bundoq olib qarasak, real analiz qila olsanglar, nasib ishlatib ko'ringlar demoda. Mana shu qiymatlar mana shu yerda ham paydo bo'ladi-da. Mana bu yerda mana ob'em misol uchun 9 ga, 2.2 ga, 518 ga 3.9 ga kiryapti. 421 dan 2.2 ga lot kiryapti misol uchun. O'zinglar ko'ringlar. Bunaqa keyin ustinglarda ishlanglar, to'xtab qolmanglar. Hammaga rahmat, hammaga omad tilayman. Men rekord qilamanmi, copy trading qilamanmi, darsim, gruppa to'xtab qolmaydi. Shuni bilib olinglar o'zinglar uchun. Rekord masalasida bu hamma o'zi uchun bilsin. Bu rekord, bu copy trading emas. Bunaqa. Hammaga rahmat.